Assalomu alaykum. Komil me'mordan Alloh nasib qilgan bo'lsa navbatdagi uchastkamizni loyihasini sizlarga bir ko'rsatib o'tamiz. Bu obyektimiz egasi Amerikada uzoq yillar mobaynida yurgan inson va u inson o'zimizni O'zbekona milliy uslubdagi loyihalarni sog'ingan inson. U tabiiyki u yoqda yurgan holatda Evrostil har xil high-tech stillarni ko'rib zerikkan odam nega milliy uslubda, O'zbekona milliy uslubda loyiha qilib bering deyishganlar uchun biz o'zimizdan qo'limizga kelgancha loyihani tayyorlashga harakat qildik. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu obyektimiz loyihasi. Bu loyihamizni umumiy ko'rinishi milliy O'zbekona uslub bilan sharqonani uyg'unlashtirganmiz. Mana shu ko'rib turganingiz fasadlari. Buni sizlarga hozir birma-bir loyihasini ko'rsatib o'tishlikka harakat qilamiz. Xo'p, jami yerimizni umumiy kvadraturasi 1600 kvadrat. Bundan ozgina kam 700 metr kvadratiga loyiha qilib berganmiz. Hop, bu ko'cha ko'rinishi mana shu holatda ko'rib turganingizdek, zina holati, ya'ni kirgan chiqqan holatda ishlanyapti va bu joyda ko'rib turganingiz darvozaxonamiz, yonida kalitkasi bor. Ichkari kirganda ko'rib turganingizdek, biz shu narsaga ko'p targ'ib qilamiz. Ko'chadan kirgan inson albatta uyda oila a'zolari bilan ko'rishishdan avval albatta qo'lini yuvgan holatda keyin kirib ko'rishsin. O'ng tarafdagi mana shu ko'rib turganingiz qismingizni A blok deymiz va chap tarafini bo'lsa B blok deb hisoblaymiz. Sizlarga shuni birma-bir ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Endi sizlarga A blokni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, detalni ko'rsatishga harakat qilamiz iloji boricha. Darvozaxona kalitka. Kalitkadan kirilganda o'ng tarafda mana ko'rib turganingizdek, sanuzil mehmonlar uchun yoki oila a'zolari ham ko'chadan kelganda shoshib qolgan vaziyatda juda ham bir osqotadigan joy hisoblanadi. Bu joyda ko'rib turganingizdek, kattagina sanuzil berilyapti. Ichkari kirilganda birinchi mana ro'parada hojatxona va bu joyda tahorat olishligi uchun bu joyda alohida joy beryapmiz. Ya'ni tahoratxona, hojatxonaga basmala bilan kirasiz. Bu joyda hojatxona bo'lsa, u yaxshi holat bo'lmaydi. Shuning uchun hojatxonani o'zini alohida ajratdik, eshik bilan pergortga qilib bekitdik. Kirganda bemalol ishingizni bajarib, bu yoqda tahorat olsangiz bo'ladi basmala bilan. Xo'p, undan keyin rakvinamiz. Rakvinadan ichkariga maqsad tushuntirdik. Rakvinadan keyin bu tarafimizda zelen zonamiz bor, kichkinagina. Buni sizga 3D dizaynni ko'rsatadigan bo'lsak, boyayotganimiz darvozaxona bu tarafda, bu kalitkamiz. Kalitkadan kirilganda o'ng tarafda birinchisi sanuzil hisoblanadi. Mana hozir aytganimiz rakvina va bu tarafda zelen zonamiz. Uy ichiga kirilgandan keyin mana ko'rib turganingizdek, bu tarafdan zinadan ko'tarilamiz. Bu zinamiz mana bu holatda. Bu yerdan chiqilgandan keyin ko'tarilgan mana bu yerda topganimiz u bemalol oilasi bilan, misol uchun uy egalari yoki mehmonlar bilan bemalol o'tirib choy ichishlariga sharoit qilingan. Xo'p, koridor bo'ylab yurganimizda ro'parada o'g'illari uchun, farzandlari uchun bu joyda spalni, detskiy spalni beryapmiz. Ko'rib turganingizdek, bu joyda ikkita spalni garderobi bilan ikkita va bu joyda dars qilishlik uchun sharoit belgilab ketilyapti. Koridordan o'ngga yurganimizda bu tarafda kichkinagina bir prixoshkamiz bor. Prixoshkadan bu tarafga, ya'ni kirganda chap tarafga yuradigan bo'lsak, kattalar uchun yotoqxona bor. Bu joyda kattagina ko'rib turganingizdek garderobi va spalni va bu joyda ko'radigan bo'lsak, koridorga kirganimizda prixoshkadan o'ng tarafda kattagina umumiy sanuzilimiz bor. Bu joyda kirib bemalol bu yoqda hojatxona, dush, tahorat olib, qo'l yuvib chiqishlik uchun sharoit qilinyapti. Blogimizning ikkinchi qismida bu tarafda yosh oila uchun alohida yotoqxonalar ajratilyapti. Xonalar bu joydan zinadan ko'tarilgandan keyin prixoshkadan ro'parada umumiy sanuzil ko'rib turganingizdek, o'ng tarafda bo'lsa spalni joylashyapti, o'zini garderobi hamda spalnisi bilan. Xo'p, chap tarafda yosh bolalar uchun, farzandlar uchun alohida garderob, ichkarida spalni va dars qilib o'tirishlari uchun sharoit belgilanyapti. Xo'p, endi sizlarga B blogimizni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Darvozaxonadan kirilganda chap tarafda zinamiz bor. Bu zina kimlar uchun? Mehmonlar uchun xizmat qiladi, ya'ni mehmonxonaga kirishlik uchun. Zinadan ko'tarilgandan keyin mana bu tarafda, ya'ni asosiy eshikdan kirilgandan keyin ichkarida o'ng tarafda mehmonlarga o'tirishlik uchun stol berilyapti, chap tarafda miyaki zona berilyapti. Bemalol foydalanishlari mumkin. Va bu joydan naves orqali yurilganda bu tarafimizdan uyimiz asosiy qismiga kiriladi. Zinamizdan ko'tarilganda mana zinamiz o'ng tarafda zelen zonamiz bor. Fasadda ko'rishimiz mumkin. Zinamiz mana chap tarafda mehmonxonaga kirishlik uchun, o'ng tarafda umumiy uyimizga kirishlik uchun sharoit berilyapti. O'ng tarafda mana hozir aytib o'tganimiz zelen zonamiz. Va bu joyda e'tibor beradigan bo'lsak, eshiklarimiz mana bunaqangi to'laqonli yarim aylana ishlangan. Fasadga keyin to'xtalamiz. Bu joydan
Hop, bu joydan zinadan ko'tarilgandan keyin mana ichkarida kattagina xollimiz joylashyapti. Xollimiz ro'parasida ko'rib turganingizdek oshxonamiz. Bu joyda to'laqonli studiya format ishlaganmiz. Oshxona, bu yoqda xoll, ikkalasi bitta ishlanyapti va bu joyda interyerni ko'rsatib o'tamiz. Buni keyin ko'rsatamiz, hozir emas. Mana shu reglimiz tagida oyna bilan to'siladi. Mana shu joydan oshxonaga zonasi ajratiladi. Bu yoqda kattagina xoll. Xollimizdan o'ng tarafga yuradigan bo'lsak, letning kuxniyaga chiqishimiz mumkin va ikkita eshik qo'yilyapti. Bu yoqda katta eshik. Bu tarafimizda bo'lsa kichkina eshikdan kirib chiqishlik uchun sharoit qilinyapti. Bu tarafimizda oshxonamiz tarafdan mijozimiz talablariga binoan bu joydan eshik qo'yilyapti. Endi e'tibor beradigan joyimiz bu narsani iloji boricha ko'plab targ'ib qilishga harakat qilamiz. Ya'ni spalniyaga kirishlikdan через garderob orqali o'tishlik albatta bu qulay, chunki kirgan inson kiyimini yechadi, yengil yupqa kiyimlarni yechib, yotoq kiyimini kiyib, bu yerga misol uchun sanuzelga kirib, sanuzeldan foydalanishligi mumkin. Foydalangandan keyin bemalol kirib yotishligiga sharoit bor. Bu holat tartibli bo'ladi, bu xolasa. Bu joyda endi fasaddagi, ya'ni tashqi qismdagi letning kuxnyamizni ko'rsatadigan bo'lsak, zinadan ko'tarilganda ikki tarafida zelen zona, yuqorida mягкий zona berilyapti oilaviy o'tirishlar uchun. Hozirga letning kuxnyani tushuntirdik. Mana shu holatda ko'rayotgan bo'lsangiz, o'ng tarafda zelen zonamiz bor, yuqoriga chiqilganda mana mягкий zonamiz bor. Bu joyda yana boshqa tarafdan kadrlari mana yon tarafdan kiriladi. Letning kuxnya bu tarafimizda bo'lsa, bu yoq mягкий zonamiz bu tarafga, ya'ni letning kuxnyamizga ikki tarafdan chiqsa bo'ladi. Ya'ni hovli tarafdan va orqa hovli tarafdan ham chiqishlik uchun alohida zinali berilyapti. Bu holatda e'tibor beradigan bo'lsak, letning kuxnyamizni qozon o'choqlarini bu yoqdagi o'tirgan odamlarga ajratib berganmiz. Ya'ni bu yoqda kimdir ovqat qilayotgan bo'lsa, bu tarafga, ya'ni mehmonlarga ko'rinmaydi, bemalol bu yoqda ovqatlar qilish mumkin va bu yoqdagi berilgan перегородкamiz ko'rib turganingizdek, перегородкani o'zi emas, shunchaki devor o'zi emas, bu devorning ichiga shakl berilyapti-da, bu shakllarga mana bunaqangi oshxona jihozlarini, ya'ni kerak bo'ladigan narsalarni qo'yishlik uchun polka va polka ustiga joylanyapti har bitta kerakli narsalarimiz. Va bu joyda uyimizning eng oxirgi qismi, bu yoqda uyni yuragi deydi-ku, ya'ni gvers, ya'ni isitish, sovutish tizimlari o'rnatiladigan joyimiz o'rnatilyapti binomizning eng oxirgi qismida. Bu joyda mana darvozaxonadan kirilyapti, kalitkadan kirilyapti. Ichkari kirilganda kolonnalarimizga e'tibor beradigan bo'lsak, har bitta kolonnamiz ham milliy uslubda ishlanyapti. Bu narsani amalda topishlik muammo emas, chunki bularda qolipi juda ham ko'p, sotuvda ham kerak bo'lsa arendaga ham berilgan. Buni bu shakldagi kolonnani chiqarishlik muammo emas, bemalol chiqarsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, kolonnamizning burchak qismlariga mana bunaqangi avvalgi holatda ishlanyapti va ichiga ham shakl shamoyillari shu mana shu holatda berilyapti. Patologlariga ham to'laqonli yog'och tekstura, milliy uslubdagi yog'ochlar ishlatilgan. Bu kadrimizda boya aytib o'tganimizdek, darvozaxonaga kirilgandan keyin tapchanimiz joylashyapti. Keyingi kadrimiz darvozaxonaga kirganda chap tarafimiz mehmonxona, uyimiz ichiga kirishlik uchun asosiy eshik va bu tarafda letning kuxnyamiz bu joydan ko'rinib turibdi. Bu joyda umumiy darvozaxonamiz va chap tarafdagi, o'ng tarafdagi uylarimizni umumiy ko'rinayotgan kadrimiz bu holatda. Bu holatda mijozimiz o'zining talablariga binoan mana shu fasad qismiga ham darvozaxonalarga tapchanlarimiz tepasiga mana bunaqangi lyustralar osib berilgan. Darvozaxonamizga kirilganda ro'parada mana bunaqangi milliy uslubda ishlangan yog'ochdan ishlangan besetkamiz bor. Ko'rib turganingizdek, bu xonadonga kirgan inson shunaqangi bir ajoyib fayzli xonadon bo'ladi inshaalloh. Kirganda o'zidayoq bahradiliz ochiladigan xonadon bo'lyapti bu xonadonimiz. Bu holatlarimiz ko'cha taraflarimiz. Ko'rib turganingizdek, derazalarimizni tepalariga to'liq arkali ishlanyapti. Hattoki bu joyimizda darvozaxonamizga kirish qismini ham mana bu joydan 3 metr chiqarganmiz. Chunki yer mana shu holatda talabga joy bera oladi va ko'chada o'tirishlari uchun skanakaga joy beramiz. Mehmonlar kelib o'tirishlik uchun sharoit qilinyapti. Keyingi kadrimiz uyimizning o'ng tarafdan ko'rinishi, chap tarafga qaralgan holatdagisi. Ya'ni bu holatda ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'chada zelen zonamiz bor, derazalarimiz, biralarimiz to'liq ko'rinyapti. Oshxonamizni, ya'ni letning kuxnyamizni umumiy kadri. Ko'rib turganingizdek, mягкий zonamiz joylashyapti va tepa qismida mana bunaqangi milliy uslubdagi laganlarimizni loyihasi ko'rsatib berilyapti. Va bu joyda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, bu joyimiz to'laqonli g'ishtdan ishlanadi. Oddiy g'ishtdan ishlanadi. Mana shu holatda bu tepa qismlariga mana bunday naqshlar berib o'tganmiz.
Bu narsa ham yasashlik amalda muammo emas. Yuqori qismlariga mana bunaqangi yog'ochlardan tekstura dizayn loyiha ishlangan. Bu joyda mijozimizning o'zini qattiq talablari bo'lganki, darvozaxonadan kirgan odamni har tomondan ko'rib turadigan. Misol uchun, darvozaxonaga bir odam kirdi deylik, bu joyga kirdi deylik. Endi siz lekin kuxnyada o'tiribsiz, ko'ra olasiz. Imkoniyat bor va bu tarafda ichkarida uydagi odam bu tarafdan ham ko'ra oladi. Ya'ni 3-blogimiz blogimizning davomidagi 3-blok tarafimizdagi inson ham zinadan chiqib turgan holatda darvozadan kirgan odamni ko'radi, tapchandagi odam ko'ra oladi, mehmonxonadan kerak bo'lsa, ichkari xoldagi odam ham bu tarafda ko'rishligi. Ya'ni ichkari xoldagi odam ko'rib turganingizdek, darvozaxonadan kimdir kelgan bo'lsa, buni ko'rishlikka imkoniyat berilgan. Va bu joyda yana bir asosiy narsa, ichkari xollda o'tirgan odam, misol uchun o'zlarining talablari bo'yicha ko'chani bemalol ko'rib o'tiradi degan talab bo'yicha ko'chaga katta oyna beryapmiz. Ichkari hovlini ko'rishlik uchun ham mana sharoit ko'rinyapti, katta panoramik oynalar berilyapti. Bu tarafimizdan ham qisman ko'rinadi. Bu xonadonimizni boshqa uylardan eng asosiy fishkasi nima bu, bilasizmi? Qarab turing, men sizga hozir buni yechimini aytaman. Qanaqa yechim qilganmiz bu xonadonimizga. Tasavvur qiling, bu joyga kimdir mehmon bo'lib keldi. Eshikni zvoniga chaldi. Yo domofon yoki zvoniga chalgan paytda bu xonadonimizning egalari bu yerda, bu taraf ota-onasi. Endi bu joyda zvoniga chalingan paytda odam, yosh katta insonlar hovlidan aylanib o'tib yurmaydi. Mana shu joyda o'zidan zvoniga chalingan paytda buni bu yoqdan qarab qo'yishlik mumkin yoki bu tarafdan qarab qo'yishlik mumkin. Bu joydagi turgan odamni kimligini bilib oladi. Va yana bitta bu uyimizning eng asosiy fishkalaridan bittasi shuki, biz loyihani faqat yaxshi tarafini sizga ko'rsatib o'rmaymiz. Bu loyihani kerak bo'lsa, yomon holatlar uchun ham sizlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Tasavvur qiling, mana shu joyda Alloh saqlasin, gaz portlaydigan bo'lsa, mana shu joyimizni portlashlar uchun ham loyihalangan, hisobga olingan. Tasavvur qiling, mana shu joyda o'rtada portlash bo'ladigan bo'lsa, misol uchun eshigimiz qarama-qarshi, derazalarimiz ham qarama-qarshi qo'yilyapti. Mana shu holatda portlagan vaqtda devor, binolarga o'ziga shikast yetmaydi, eshik derazani buzib chiqib ketadi. Biz mana shu narsani ham hisobga olganmiz. Mana qarang, bu tarafimizda, mana ko'ryapsiz, pilis holatda to'g'ri kelyapti. Bu tarafimizda mana pilis holatda to'g'ri kelyapti. Ko'ryapsizmi? Mana shu narsani ham yechimini qo'yganmiz. Alloh saqlasin. Faqat bu loyiha degani hammani realtiga o'tirmas, minus tomoni. Portlashlik ehtimollarini ham fajarni bezopasniki bo'lmasa bunaqangi favqulodda holatlarda ham albatta hisobga olib o'tishlik juda ham zarur bo'ladi. Agar sizlarga mana shunaqangi mukammal o'ylangan loyiha xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Komil me'morga murojaat qilishingiz mumkin.